Ovozlar Rahman haybatidan jim qolmish. Qadam tovushlaridan boshqa hech narsani eshitmassiz. Bu kunda ularning og'izlariga uramiz. Nima kasb qilganlari haqida bizga qo'llari so'zlar, oyoqlari guvohlik berar. Dunyo hayoti tugadi. Birin-ketin barcha farishtalar, hatto o'lim farishtasi ham vafot etdi. Ana endi hammasi boshlanmoqda. Va sur chalindi. Bas ularning hammalarini jamladik. Mahshar maydonida odamlar qayta tirilmoqdalar. Bashariyatning ilk boshidan beri o'lgan barcha insonlar birma-bir qayta tirilmoqda. Biz bilgan dunyo endi yo'q. U butunlay boshqa ko'rinishga o'zgargan. Bu darajada cheksiz tekislikni umringizda hech qachon ko'rmagansiz.